Hojakbarga hamma biznesimdagi ishlab chiqarish bormi, hamma narsani topshirib qo'yganmiz. Baxtiyor aka Lux matras va Sungir Foam brendlari asoschisilar. Hozirda O'zbekistondagi eng katta matras zavod va Paralon zavod egasi. Bu degani 5 baravarga o'sdi. Hozirgi paytga kelib 80 tadan 100 tagacha chiqaramiz. Lux matras 250 ming dollarga yaqin stanoklarga pul investitsiya qilyapti. O'zimni shaxsiy brendimni boshlashda ham, rivojlanishda ham shu Baxtiyor aka davay qilganlari uchun o'zi davom ettiryapman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan bizani ishimiz bo'yicha, marketing ishimiz bo'yicha Baxtiyor aka mijozlarimizdan bittasi, hozir akam deb bo'lib ketgan insonni fikrlarini bilamiz. Baxtiyor aka Lux matras va Sungir Foam brendlari asoschisilar. Hozirda O'zbekistondagi eng katta matras zavod va Paralon zavod egasilar. Baxtiyor aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom Hojakbar, yaxshimisiz? O'zi har kuni 24 soat Hojakbar bilan birgamiz-ku. Aytganlaridek aka-uka bo'lib ketganmiz. Nima deydi? Bizani ish jarayoni aka-uka qilib yuborgan. Bularning akalari yo'q. Masalan, meni ukam yo'q. Men orzu qilganman. Ukam bo'lishini, bular akam bo'lishini orzu qilganlar. Shunaqa taqdir taqozosi bilan shunaqa aka-uka bo'lib ketganmiz. Biznesda yaqinlashtirib aka-uka bo'lib ketmasangiz, biznes bo'lmaydi. Xo'p, Hojakbarga hamma biznesimdagi ishlab chiqarish bormi, hamma narsani topshirib qo'yganmiz. Topshirib qo'yganimdan keyin men halovat topdim. Marketing bo'yicha, ishlab chiqarish bo'yicha, hamma narsa bo'yicha topshirib qo'yganman. Baxtiyor aka qisqacha mana aprel oyida 2024-yil boshida internet marketing bo'yicha to'liq tijoriy direktor, marketolog sifatida sentyabr oyidan qo'shilgan ekanman. Umumiy 1,5 yilga yaqin vaqt ishlayotgan ekanmiz. Shu 1,5 yil ichida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi matrasda? Masalan, oldin nechta matras sotardingiz? Hozir qanaqa matraslar sotilyapti? Shular haqida qisqacha sonlar haqida gapirsak, odamlarga juda qiziq bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, sirazi matraslarning soni bo'yicha, sirazi rezultat bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, biz o'sha paytlarda 15 ta, 20 ta matras ishlab chiqarardik. 2 yil oldin tanishganimizda 2 yil oldin 15 ta chiqarsak, hozirgi paytga kelib 80 tadan 100 tagacha chiqaramiz. 100 ta, undan ham ko'p chiqaramiz. 120 ta ham chiqarar ekanmiz. Bu degani 5 baravarga o'sdik. 5 baravarga o'sish bo'lgan matras bo'yicha, sotilishi bo'yicha savdani. Xo'p, endi ne только bu biznesda keyinchalik Hojakbarni yordamida keyingi yangi bizneslarga, masalan, Paralon zavodini ochdik. Hozir mana import qilyapmiz, import biznesini boshladik. Mana 3-biznes bo'lib ketyapti. 4-biznesimiz ham bor, logistika biznesini ham yo'lga qo'yib yuboryapmiz. Nima desa bo'ladi? Hojakbar bilan любой biznesni qilib ketish osonroq. Shunda nima deydi? Tizimlashtirish, ish biznesni boshlash, bu ukamni maqtashda emas, realniy rezultat, bo'layotgan rezultatlarni aytyapman. Men xotirjamman. Xotirjamligim menga biznesni kattalashtirish beryapti. Men xotirjam bo'lmasam, biznes kattalashmaydi. Men xotirjamligim Hojakbarda ishlayotgan. Zo'r. Katta rahmat. O'zi aslida men Baxtiyor akamdan juda kuchli motivatsiya olaman doim. O'zi shu o'zimni shaxsiy brendimni boshlashda ham, rivojlanishda ham shu Baxtiyor aka davay qilganlari uchun o'zi davom ettiryapman shaxsiy brendimni. O'zi ancha tashab qo'ygandim. Mana Baxtiyor aka asosiy endi mana marketingdan tashqari yoki o'zi sotuvdan tashqari asosiy masalan 3 ta narsa nima masalan oldingiz mendan aytaylik bizani jamoadan yoki mana sotuv marketingdan tashqari. Xo'p, sotuv marketingdan tashqari birinchisi bu savdoni oshishi oldi. Bu aniq. Savdo oshishi bu главный biznesmenga kerakli narsa. Har doim izlanadigan narsasi biznesmen qachon meni savdam oshadi. O'sha savdamiz oshdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi har doimgidek aytaman, buni har doim sizga ham aytaman, punktualnost. Hamma bitta narsa aytildimi o'z vaqtida qilish, joyida qilish. Mana Hojakbar ham o'tirsak, gaplashib o'tirsak, mana buni qilishimiz kerak. To'xtab turing, hozir yozib oling deydi. Kerak bo'lsa, aytgan gapimni menga aytib turib, meni gapimni bo'lib turib o'zi yozib oladi. Mana bu punktualnostga va o'z vaqtida ish qilishga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi bu halollik. Bundan biznesda bundan ortig'i yo'q. Hojakbar juda ham halol bola va komandasi ham halol, juda ham yaxshi bolalar. Nima desa bo'ladi? O'z vaqtida ish qiladi, halol. Glavnisi biznesda shu. Oldingizdagi odamlar qanaqa bo'lsa, sizning biznesingiz o'shunaqa yaxshi o'sib ketaveradi. Glavnisi masalan komandamizga bilasiz-ku, bir g'alati bolalar kirib qoladi, ular o'zidan o'zi chopilib ketadi yoki chiqib ketib qoladi. Chunki o'zi filtr bo'lib ketib qoladi. Chunki o'zimiz bunaqa narsani yoqtirmaganimizdan, yon atrofimizdan unaqa
yaxshi xulqsiz, yomon xulqli bolalar chopilib ketaveradi avtomatik. Mana sizlarda 3 ta narsa mana shu. Zo'r. Rahmat. Oxirida shu bizani asosiy o'zi maqsadimiz, mana shu mana bu как menga ko'rsatuv qilishdan maqsad yoki umumiy mana shu marketing, sotuvlarni o'rgatishdan maqsad bu bizneslarni tez masshtabga olib chiqish. Maqsadimiz shu. Ya'ni mana siz aytaylik tez o'sib ketyapsiz mana Baxtiyor aka, men tanigan biznesmenlarning ichida juda tez o'syapsiz. Mana shu prosta ko'chadagi tadbirkorlar tez o'smoqchi bo'lgan, tez masshtabga chiqmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga nima tavsiya bera olasiz? O'zingizni tavsiyangiz qanaqasiga tez masshtabga chiqish mumkin? Masalan, sizdagi tez o'sib ketish mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda bunaqa bo'lish uchun aytgandek, yon atrofingizdagi insonlar bu juda ham katta ta'sir qiladi. U siz boshqarmoqchi bo'layotgan, siz qilmoqchi bo'layotgan ishlarni sizni yon atrofingizdagilar qo'llab-quvvatlab turishi kerak. Yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi deb podдержка berib turish kerak. Bu ikkinchisi endi bu maqsad, главный o'zi birinchisiga ham maqsad kiradi. Bu главный narsa maqsad. Katta maqsadlarni qo'ysangiz, o'sha katta maqsadlarga qarab ketaverishingizda sekin tepaga qarab chiqib ketaverasiz, zinaga o'xshab. Главныйsi shu maqsad. Biz bilasiz, har doim maqsadlarimiz, hozir endi bu yerda maqsadlarimizni Hoji Akbar akalarimiz maqsadlarimizni aytsak, bular tomi ketib qolibdi deysiz. Chunki juda katta maqsadlarimiz bu fantastiskiy maqsadlar-da. O'shaning uchun maqsad yon atrofingizdagi yaxshi insonlarni yig'ish o'sha maqsad sari olg'a intilishda bo'ldi. Mana shu. Endi men chetdan Baxtiyor akani ancha yildan beri taniydigan inson sifatida Baxtiyor aka juda risk qilishni yaxshi ko'radilar. Shu tadbirkorga eng kerak bo'lgan narsa bu risk qilish. Mana shu katta masshtabga chiqish uchun ham risk qilishni o'rganishinglar kerak deb o'ylayman. Bu meni xolisona fikrim. Birinchisi, bu risksiz hech narsa iloji yo'q. Endi bo'lsa sizlarga men qanaqasiga marketing sotuv bo'yicha nima ishlar qilinganini batafsil aytib beraman. Endi sizlar bilan Lux matrasda qanaqasiga kuniga 20 ta sotuvdan 80 ta, 100 tagacha chiqqanimizni aytib beraman. Bo'lmasam boshladik. Lux matras biz bilan ish boshlashidan oldin qanaqa holatda edi? Lux matrasi A tochkasi qanaqa edi? O'rtacha kuniga 20 ta, 30 ta matras sotilardi. Sotuv bo'limida bor yo'g'i 2 ta 3 ta odam ishlardi. B2B ga ko'p fokus qaratilmas edi. Onlayn prodajalar, telefon prodajalariga ham kamroq ahamiyat beriladi. Aniq 1 yillik strategiya bo'lmagan va sotuv bo'limi tizimli ishlamagan. Hozirda esa matraslarni 3000 tagacha olib chiqdik va xudo xolasa tez kunlarda 4000, 5000, 6000 ta soniga ham chiqamiz. Endi esa sizlar bilan Lux matrasi B nuqtasi qanaqaligini razbor qilamiz. Avvalambor o'rtacha oyiga 3000 ta matras sotyapmiz. Sotuv bo'limimizdagi xodimlar soni anchaga ko'paygan. Call centerda 7 ta 8 ta odam o'tiribdi va bizda B2B bo'lim tashkil qildik. Undan tashqari biz tez masshtablashyapmiz. Bizning 1 yillik aniq strategiyamiz bor. Lux matras 250 ming dollarga yaqin stanoklarga pul investitsiya qilyapti. Turkiyadan eng zo'r Electrotex, dunyoga mashhur Amerika, Yevropada shu stanoklarni ishlatishadi. O'sha stanoklarni biz sotib olamiz. Undan tashqari biz paralon zavod ochdik. Nimaga? Sababi biz sifatli o'zimiz uchun turetskiy paralon yetishtirishni boshladik. Lux matras loyihasini sotuvlarini ko'tarishda asosan 5 ta narsa bizga yordam berdi. Birinchisi bu bozorni to'g'ri analiz qilish. Biz stanok sotib olishdan oldin avvalambor bozorni analiz qildik. Turkiyaga borganimizda Turkiyada 3000 ta, 4000 taga yaqin matras do'konlari borligi va O'zbekistonda hali potensial juda kattaligini aniqladik. Undan tashqari oyiga O'zbekistonda o'rtacha 80 tadan 100 ming tagacha matras sotilishi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik va o'shani hisobiga biz bozor kattaligini bilgan holatda undan keyin masshtablashish strategiyasini ko'rib chiqishga qaror qildik. Har doim biznesdagi birinchi qadam bu analiz bo'lishi kerak. Ikkinchi qilgan eng asosiy qarorlarimizdan bittasi bu mijozlarni analiz qilish. Ya'ni mijozlarni analiz qilganimizda mijozlar bizdan matras emas, shirin uyqu sotib olishini biz tushunib yetdik. Va o'zimizning pozitsionirованiyega shirin uyquni kafolatlaymiz deb reklama qilishni boshladik. Ya'ni men nima demoqchiman? Mijozlar sizlardan mahsulot sotib olmaydi, ular sizdan natija sotib oladi. O'sha natija nimaligini mijozlardan analiz qilib, ularga savollar berib aniqlab, shunga katta urg'u bersangiz, sizning mahsulotingiz tez sotilib ketadi. Uchinchi qarorlarimizdan bittasi bu kuchli taklif shakllantirish. Ya'ni 100 kun test drive degan yangicha kuchli taklif o'ylab topdik. Ya'ni siz matrasda 100 kun yotib ko'rasiz, sizga matras yoqmasa, siz 100% pulingizni qaytarib olishingiz mumkin degan taklif reklama qilishni boshladik. Bu sotuvlarga srazu yordam berdi va oqibatida sotuvlar bir necha foizga bir oy ichida o'sdi. Qiziq sizlarga bitta fakt aytaman, shu kungacha nechta odam matrasini vazrat qildi deb o'ylaysiz? To'g'ri javob, hech kim hali pulini vazrat qilgani yo'q shu kungacha.
Sizni mahsulotingiz yaxshi sifatli bo'lmasa, uni masshtabirovать qilish ham juda ham qiyin bo'ladi. Biznesni masshtablashtirishdagi 4-chi eng katta qadamlardan bittasi bu sotuv bo'limini tashkil qilish. Call centerga xodimlarni ko'paytirdik, ularga to'g'ri skript, KPI qo'yib berdik, ularni o'qitdik. B2B sotuv bo'limini tashkil qildik va buni oqibatida bizning biznesga call center o'zi onlayn prodajalarni 3-3,5 baravarga oshirib berdi. Bunaqa katta o'sishning eng katta sababi biza positioningga kuchli taklifni call center mijozlariga yetkazib berishni boshladi. 5-chi eng to'g'ri qarorlardan bittasi bu porolon zavodni tashkil qilish edi. Birinchi sababi biza o'zimizga sifatli Turkiya texnologiyasiga asoslangan porolon ishlab chiqarishni boshladik. Undan tashqari biza matraslarning narxini tushirishni boshladik. Chunki bizaga себестоимость arzonroqga tushishni boshladi. Chunki asosiy mahsulotni, ya'ni porolonni matrasga ishlatiladigan, biz o'zimiz ishlab chiqarishni boshladik. Shuning oqibatida biz tez masshtablashishni boshladik. Inshaalloh keyingi yil oxirigacha 10-15 mingta matrasga chiqishni maqsad qilib qo'yganmiz. Agar sizga biznes, marketing, sotuvga oid ma'lumotlar qiziq bo'lsa, real praktikalar, keyslar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, internetda pulga ham topa olmaydigan ma'lumotlarni mendan bepul olmoqchi bo'lsanglar, jonli efirlarimda qatnashmoqchi bo'lsanglar, men sizlarni Telegram kanalimga taklif qilib qolaman. Ssilka beraman, описаниеda o'tib olinglar. Barchalarni kutib qolaman.